İstanbulda Xitoyning irqiy qirg'inchilik va bostirishlarga qarshi 10 minglarcha kishining qatnashishi bilan Unsiz cho'qan nomli cho'ng ko'lamli yurish faoliyati o'tkazildi. 20 dekabr juma kuni kechda IXX insonparvarlik yordam vaqfining o'rlashtirishi bilan İstanbulda Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan bostirishlarga qarshi namoyish o'tkazildi. Yurish faoliyati kech soat 7:30da İstanbul Fatih jamiyatidan boshlandi. Qo'llarda oy yulduzli qizil va ko'k bayroqlar bilan mashal ko'tarib olgan 10 minglagan kishi İstanbulning Avod savdo ko'chalaridan biri bo'lgan Favzi Chaqmoq yo'li va Sarashxona bog'chasidan o'tib Beyoz maydoniga yetib keldi. IXX raisi Bo'lan Yildirim bayonot e'lon qilib, Xitoyning zulmini aybldi va islom dunyosini jiddiy yig'inga chaqirdi. Dangliq ilohiyatchi Ömer Döngeloğlu'nun duosi bilan faoliyat oxirlashdi. Shuning bilan birga Turkiyaning boshqa nurg'un shaharlarida ham o'xshash bir kunda namoyish o'tkazildi. Shveysariyada Xitoyga yangi pozitsiya tutish taklifi loyihasi 17 dekabr kechda Shveysariya parlamentida ma'qullikdan o'tgan. Shveysariya Uyg'ur ma'rif uyushmasining mas'ullaridan Nijot Turg'un apanining bergan ma'lumotlarga asoslanganda 12 oyning 13-kuni Shveysariya parlamentida Uyg'urlar va jazo lagerlari masalasi to'g'risida bir navbat talash-tartish bo'lib o'tgan. Shveysariya hukumatining tashqi siyosatini qayta ko'zdan kechirib, yangi Xitoy strategiyasini o'tirib qo'yishiga, Xitoyga boshqacha pozitsiya tutishiga sabab bo'lgan ko'plagan omillar bo'lsa-mu, buning ichida asosliqi Xitoyning Shveysariya hukumati va matbuotlarga qilayotgan hujumlari muhim omil bo'lib hisoblangan. Buning qatorida Xitoyda kunsari yomonlashayotgan kishilik huquq vaziyati, Xitoyning jazo lagerlari siyosati va Uyg'urlarga selayotgan ig'ir zulmlarmi bu omillar qatoridan yer olgan. Xitoy televiziyasi Amerikada 2020 yil o'tkaziladigan prezident saylamidan burun Demokratik partiya nomzodlari orasida o'tkazilgan bir naq maydon munozirasini Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qilayotgan kishilik huquq tajovuzchilarining tilga ilinishi bilan vaqtliq to'xtatib qo'ydi. CNN muxbiri Twitter hisobida kanalning Beyjingdagi naq maydon tarqatishining to'xtatilganligini bildirdi. İlgilenishçe, bu vaqtda nomzodlardan Xitoyning kishilik huquq xotirasi va Uyg'ur lagerlariga aloqador savollar so'ralgan. Nomzodlardan Indiana Janubiy Bend shahrining boshlig'i Peta Putinning Amerika prezidenti Trumpning Xitoydagi kishilik huquq tajovuzchilari haqida texim ko'p ish qilish kerakligini aytdi. Rossiya va Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining Suriyaga aloqador bir qarorining yangilanishini rad qildi. Bu qaror 2014-yildan buyon chegara otlagan yordamlarning ilib berilishini kapolatga qilgan. Bu yil oxirigacha yangilanishi kerak bo'lgan bu qaror Belgiya, Germaniya va Kuvayt tarafidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga sunilgan bo'lib, bu davlatlar Rossiya bilan uzun bir muzokara olib borgan. Yordam avatiladigan chegara eg'izlarining sonining ozaytirilishini talab qilgan Rossiya Xitoy bilan birlikda bu qarorni rad qildi. Twitter Saudiya Arabistonidagi 88 ming Twitter qo'llovchisining hisobini soxta uchur va e'lon maqsad qilingan ilxat davati sababli taqvatganligini e'lon qildi. Shirkat bu haqda bayonot e'lon qilib, keng doiralik bir tekshirishdan keyin bu qarorni chiqarganligini bildirdi. Bayonotda taqalgan hisoblardan oz deganda 6 mingning Saudiya hukumatining qo'llagan tashviqot faoliyatlari bilan shug'ullanganligini va Saudiya Arabiston doiralari haqida ijobiy uchurlarni tarqatganligini bildirdi.